12-iyul kuni AQShning Las Vegas shahrida UFC 329 turniri bo'lib o'tadi. Bu oqshom yaqinda Oq uyda o'tkazilgan tarixiy UFC turniridan kam bo'lmagan darajada qiziqarli bo'lishi kutilmoqda. Bunga asosiy sabab afsonaviy Conor McGregorning uzoq kutilgan qaytishi. Irlandiyalik super yulduz 5 yillik tanaffusdan so'ng yana oktagonga qadam qo'yadi. Ammo McGregorni bu safar oson jang kutmayapti. Chunki uning qarshisida MMA olamining eng hurmatga sazovor jangchilaridan biri Max Holloway turadi. Max cho'qqiga chiqish uchun nihoyatda mashaqqatli yo'lni bosib o'tdi. Endi esa u 13 yil avval Conor McGregordan uchragan mag'lubiyat uchun revansh olishni maqsad qilgan. Max Holloway Gavayi orollarida tug'ilib o'sgan, biroq uning bolaligi ko'pchilik tasavvur qiladigan baxtli bolaliklardan emasdi. Bo'lajak UFC afsonasi hali yoshligidanoq hayotning og'ir sinovlariga duch keldi. Onasi turli zararli odatlarga qaram bo'lib qolgani sababli farzandlariga deyarli e'tibor bera olmagan. Otasi esa oilani tark etdi va Max voyaga yetguniga qadar u bilan deyarli uchrashmagan. Bu haqda Hollowayning o'zi shunday degan: "Bo'lib o'tgan ishlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Men buni ancha oldin qabul qilganman. Yoshligimda otam bilan bog'lanishni juda xohlardim, ammo negadir onam doim yo'q, hali emas derdi. Voyaga yetganimdan keyin o'zim uni topishga harakat qildim, lekin buning iloji bo'lmadi. Men uni tushunaman. Ichimda unga nisbatan zarracha ham nafrat yo'q. Aksincha, unga faqat yaxshilik tilayman, chunki u bo'lmaganida bugun men ham bu yerda bo'lmasdim." Maxni asosan buvisi va bobosi voyaga yetkazgan. Holloway bugungi kungacha ularni hayotidagi eng katta tayanch deb biladi. Aynan ular Maxga hayotning eng muhim saboqlarini bergan. Kuchli bo'lishni, qiyinchiliklardan qochmaslikni va har doim o'z kuchiga tayanishni o'rgatgan. Holloway bolaligidan mushtlashishni boshlagan. Garchi u ozg'in va nimjon bola bo'lgan bo'lsa ham bu uni to'xtatmadi. O'sha paytlarda Gavayida ko'cha mushtlashuvlari, ayniqsa ochiq musht janglari yoshlar orasida juda mashhur edi. Max ham ko'plab tengdoshlari singari jang san'atlariga qiziqib qoldi, lekin uning maqsadi chempion bo'lish emasdi. Bir kuni Max bu haqida kulib shunday degandi: "Qaysi bola mushtlashishni o'rganishni istamaydi? O'zingni himoya qila olishingni bilish juda zo'r tuyg'u. Yana bir narsani payqagandim. Mushtlashadigan yigitlarning ko'pi unchalik chiroyli emasdi, lekin ularning qizlari bor edi. Shunda o'yladim, demak, men ham mushtlashishni o'rgansam o'zimni himoya qila olaman. Balki qiz do'stim ham bo'lar deb o'yladim." Max faoliyatini ko'cha janglaridan emas, kickboksingdan boshladi. Qizig'i shundaki, u atigi 3 ta mashg'ulot o'tkazgach, ilk havaskor jangiga chiqishga qaror qildi va debyutidayoq g'alaba qozondi. Maktabni bitirguniga qadar Holloway kickboksing bilan shug'ullandi. Oradan ko'p o'tmay esa MMA ga o'tdi va professional faoliyati ham xuddi shunday tez sur'atlarda yuqoriga ko'tarila boshladi. Ozg'in bo'lishiga qaramay, Max Holloway kickboksdayoq bitta muhim haqiqatni isbotlay boshlagandi. Jangchining tashqi ko'rinishi uning qanchalik iqtidorli ekanini hech qachon belgilamaydi. Bo'yi 180 sm bo'lgan Holloway faoliyatining deyarli barchasini yarim yengil vazn toifasida, ya'ni 66 kilogrammgacha bo'lgan divizionda o'tkazdi. Tasavvur qiling, Max hozir yarim o'rta vazn chempioni bo'lgan Islom Maxachevdan ham balandroq. U sobiq o'rta vazn chempionlari Dricus Du Plessis va Robert Whittakerdan esa atigi 3 sm past. Ammo bu Maxni hech qachon cho'chitmagan. Aksincha, uzun bo'yi va qo'l-oyoqlarining ustunligi unga ko'pchilik raqiblari ustidan sezilarli afzallik berardi. Ayniqsa masofadan jang qilishda Holloway yillar davomida UFC'dagi eng xavfli va eng texnik zarbdor jangchilardan biriga aylandi. Max MMA'dagi professional faoliyatini yengil vazn toifasida boshladi. U 2010-yilda debyut qildi va 1 yil ham o'tmay ketma-ket 4 ta jangda g'alaba qozondi. Shu bilan birga X1 ligasining chempionlik kamarini ham qo'lga kiritdi. Iqtidorli gavayilikning yorqin chiqishlari UFC rahbariyatining ham e'tiboridan chetda qolmadi va ko'p o'tmay u dunyoning eng nufuzli MMA promoutioni bilan shartnoma imzoladi. Qizig'i shundaki, UFC'dagi ilk jangdayoq Maxning raqibi Dustin Poirier bo'ldi. Bu safar u yarim yengil vazn toifasida oktagonga chiqdi. Jang yakunida esa Poirier g'alaba qozondi. O'sha paytda hech kim bu ikki yosh jangchi kelajakda UFC tarixidagi eng katta yulduzlardan biriga aylanishini tasavvur ham qilmagan edi. Chunki na Max, na Dustin hali o'z cho'qqisiga yetib bormagan edi.
Holloway bu mag'lubiyatni ketma-ket 3 ta g'alaba bilan ortda qoldirdi, ammo sinovlar hali tugamagan edi. Avval u Denis Bermudesga imkoniyatni boy berdi. Oradan ko'p o'tmay esa faoliyatining eng muhim janglaridan biri bo'lib o'tgan bahsda Conor McGregorga mag'lub bo'ldi. Men o'sha mag'lubiyatlarni hech qachon muvaffaqiyatsizlik deb bilmaganman. Ular meni kuchliroq qilgan saboqlar edi. Shu tariqa Maxning rekordi 7 g'alaba va 3 mag'lubiyatga aylandi. Ko'pchilik aynan o'sha paytda gavayilikning UFC'dagi kelajagi so'na boshladi deb o'ylagandi, ammo bu fikrlar uzoqqa bormadi. Chunki Max keyingi 6 yil davomida biror marta ham jangda yutqazmadi. Aksincha, shu vaqt ichida u UFC tarixidagi eng dominant chempionlardan biri va butun promotionning eng katta yulduzlaridan biriga aylandi. Keyingi 6 yil davomida Max Holloway haqiqiy tarix yozdi. U ketma-ket 13 ta jangda g'alaba qozonib, yarim yengil vazn toifasining mutlaq hukmdoriga aylandi. Bu davrda uning yo'lida juda kuchli raqiblar turdi. Cub Swanson, Jeremy Stevens, Charles Oliveira. Ammo ularning barchasi Hollowayning navbatdagi qurboniga aylandi. Shundan keyin esa Max faoliyatidagi eng yorqin janglarni namoyish eta boshladi. U sobiq chempion Anthony Pettisni muddatidan oldin mag'lub etdi. Keyin esa divizion afsonasi Jose Aldoni ketma-ket 2 marta muddatidan oldin taslim qildi. Ko'pchilik o'sha paytda Brian Ortegani UFC'ning kelajakdagi chempioni sifatida ko'rayotgan edi. Ammo Max bu jangda uni shunchaki ayab o'tirmadi. U Ortegani 5 raund davomida mutlaq ustunlik bilan urib tashladi. Zarbalar soni shunchalik katta ediki, jang tugagach ko'pchilik bu bahsni bir tomonlama saboq deb atadi. Men Brian juda matonatli jangchi ekanini bilardim. U hech qachon taslim bo'lmasligini ham bilardim. Shuning uchun bosimni bir soniya ham pasaytirmadim. O'sha yillardagi Max Hollowayni to'xtatish deyarli imkonsizdek tuyulardi. Uning cheksiz energiyasi, mukammal boks texnikasi, aql bovar qilmas kardiosi va jang davomida bir soniya ham pasaymaydigan bosimi raqiblarni holdan toydirardi. Ko'pchilikning fikricha aynan o'sha davrdagi Holloway faoliyatidagi eng kuchli versiyasi bo'lgan. Qizig'i shundaki, Max faqat oktagonda dahshatli jangchi edi. Oktagon tashqarisida esa u doimo kamtar, xushmuomala va barcha raqiblariga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan inson bo'lib qolardi. Balki aynan shuning uchun ham Max Holloway UFC tarixidagi eng noyob jangchilardan biri hisoblanadi. Uni nafaqat muxlislar, balki raqiblari ham hurmat qilardi. Deyarli hech kim uni yomon ko'rmasdi. Shu sababli ham ko'pchilik Max Hollowayni hech qanday heyteri bo'lmagan jangchi deb ataydi. Max Hollowayning uzoq davom etgan g'alabali seriyasi yana bir tanish raqib qarshisida yakuniga yetdi. Bu safar ham uning yo'lini Dustin Poirier to'sdi, ammo vaziyat avvalgidan butunlay boshqacha edi. Poirier allaqachon yengil vazn toifasining eng kuchli da'vogarlaridan biriga aylangan, Max esa yarim yengil vaznning mutlaq chempioni sifatida yuqori vaznga ko'tarilib, vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritishni maqsad qilgandi. Biroq bu tavakkal o'zini oqlamadi. Holloway yangi vaznga hali to'liq moslasha olmagan edi. Jismonan kuchliroq va og'irroq Poirier tik holatdagi jangda ustunlik qildi hamda hakamlar qarori bilan g'alaba qozonib, vaqtinchalik chempionlik kamarini qo'lga kiritdi. Shundan so'ng Max o'zining sevimli yarim yengil vazniga qaytdi. Qaytish ham muvaffaqiyatli bo'ldi. U Frankie Edgarni mag'lub etib, chempionlik kamarini yana bir bor muvaffaqiyatli himoya qildi. Ammo oradan ko'p o'tmay, faoliyatidagi eng noqulay raqibga duch keldi. Bu Alex Volkanovski edi. Aynan avstraliyalik jangchi Hollowayning yarim yengil vazndagi uzoq yillik hukmronligiga yakun yasadi. Keyingi 7 ta jang davomida Max Volkanovski bilan 3 marta to'qnash keldi va afsuski, uchalasida ham mag'lub bo'ldi. Qizig'i shundaki, bu janglarning barchasi hakamlar qarori bilan yakunlangan. Ayrim qarorlar esa bugungi kungacha muxlislar orasida bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda. Max faoliyati davomida yenga olmagan yagona buyuk raqiblardan biri aynan Volkanovski bo'ldi. Men o'sha jangda g'alaba qozonganman deb o'ylayman, lekin qanday bo'lgan bo'lsa, shunday bo'ldi. Eng qizig'i esa boshqa janglarda Holloway deyarli hech kimga imkoniyat qoldirmasdi. Masalan, Kelvin Kattarga qarshi bahsni eslang. O'sha jangda Max raqibiga 445 ta aniq va kuchli zarba yo'llab, UFC tarixida bitta jang davomida eng ko'p aniq zarba bergan jangchiga aylandi.
Bu rekord hanuzgacha saqlanib qolmoqda. Shundan keyin Holloway yana bir muhim qaror qabul qildi. U yana yengil vazn toifasiga ko'tarildi. Bu safar maqsad bitta edi. Ikkinchi vazn toifasida ham UFC chempioniga aylanish. So'nggi 4 ta jangda Max Hollowayning qarshisida faqat eng kuchli raqiblar turdi va bu sinovlardan turlicha natijalar bilan o'tdi. Eng yorqin lahzalardan biri shubhasiz UFC 300 turnirida Justin Gage'ga qarshi jang bo'ldi. BMF kamari uchun kechgan ushbu bahs tarixdagi eng esda qolarli janglardan biriga aylandi. Jang tugashiga bir necha soniya qolganida Max markazga ishora qilib, Gage'ni ochiq almashuvga chaqirdi va oradan bir necha lahza o'tib, yengil vazn toifasining eng xavfli nokautchilaridan biri bo'lgan Justin Gage'ni dahshatli nokautga uchratdi. Bu g'alaba Hollowayning UFC'dagi mavqeini yana bir pog'ona yuqoriga ko'tardi. Natijada u yarim yengil vazn chempionlik kamari uchun yana bir imkoniyatga ega bo'ldi. Bu paytlar Alex Volkanovski kamarni Ilya Topurya'ga boy bergandi, ammo Maxning o'z vazniga qaytishi omadli kechmadi. Topuria ham uni muddatidan oldin mag'lub etdi. Eng achinarlisi shundaki, bu Max Holloway faoliyatidagi ilk nokautli mag'lubiyat edi. Shu mag'lubiyatdan so'ng Max ortga qaramadi. U muhim qaror qabul qildi va endi bor e'tiborini yengil vazn toifasiga qaratdi. Oradan ko'p o'tmay, Max nihoyat Dustin Poirier'dan revansh oldi. U bungacha 2 marta mag'lub bo'lgan raqibini aynan uning vatani, muxlislar ko'z o'ngida faoliyatidagi so'nggi jangida mag'lub etdi. Ko'pchilik Holloway endi chempionlik jangiga juda yaqin qoldi deb o'ylagandi, ammo navbatdagi sinovda uning qarshisida Charles Oliveira turardi. Braziliyalik jangchi 5 raund davomida kurashda to'liq ustunlik qildi. U Maxni bir necha bor yiqitib, nazorat ostida ushlab turdi va yakunda hakamlarning bir ovozdan chiqargan qarori bilan g'alaba qozondi. Shu bilan birga Oliveira Hollowaydan BMF kamarini ham tortib oldi. Shunga qaramay, Max Holloway hali ham UFC'dagi eng kuchli jangchilardan biri bo'lib qolmoqda. U yarim yengil va yengil vazn tarixidagi eng buyuk sportchilardan biri sifatida e'tirof etiladi. Endi esa uning oldida navbatdagi katta sinov turibdi. Yana bir vazn toifasi, yana bir yangi chaqiriq. Bu safar Max yarim o'rta vaznda oktagonga chiqadi va 13 yil avval mag'lub bo'lgan raqibi afsonaviy Conor McGregorga qarshi revansh jangini o'tkazadi. Max Holloway UFC'dagi ilk janglarini o'tkazayotgan davrda uning hayotida yana bir unutilmas voqea yuz berdi. O'g'li Rush dunyoga keldi. Shu kundan boshlab Rush nafaqat uning farzandi, balki hayotdagi eng katta motivatsiyasiga aylandi. Agar Maxning ijtimoiy tarmoqlariga kirib ko'rsangiz, buni darrov payqaysiz. U yerda eng ko'p uchraydigan suratlar aynan o'g'li bilan tushgan suratlar. Rush Maxning birinchi turmush o'rtog'i, gavayilik model Kaymana Palushidan tug'ilgan. Er-xotin 2014-yilda ajrashgan. Rasmiy ajrim esa 2017-yilda yakunlangan. Eng qizig'i shundaki, sud qaroriga ko'ra Rush otasi Max Holloway bilan qolgan. Bugungi kunda ham Max deyarli har bir jangiga o'g'lini olib keladi. Rushni ko'pincha tribunadagi birinchi qatorlarda yoki jang tugagach, otasini oktagondan kutib olayotgan holatda ko'rish mumkin. Muxlislar hatto unga kichkina Max degan laqabni ham berishgan. Ko'rinib turibdiki, Rush ham otasi singari jang san'atlarini juda yaxshi ko'radi. Kim biladi deysiz? Balki oradan 10 yil o'tgach, UFC oktagonida yana bir Holloway porlar. Hozir Max ikkinchi bor oila qurgan. Uning turmush o'rtog'i gavayilik professional surfingchi Alessa Quizon. Ular uzoq yillar davomida munosabatda bo'lishgan. Keyinchalik esa Max unga turmush qurishni taklif qilgan. Hollowayni muxlislar faqat oktagondagi g'alabalari uchun emas, insoniy fazilatlari uchun ham hurmat qilishadi. U The Holloway Foundation nomli xayriya jamg'armasiga asos solgan. Jamg'arma asosan Gavayidagi yoshlarni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanadi. Max og'ir bolaligini hech qachon unutmaydi. Shu sababli u o'zi kabi murakkab sharoitda ulg'ayayotgan bolalarga yordam berishga doim harakat qiladi. Bundan tashqari, u Gavayida sport va ta'lim rivojiga ham muntazam hissa qo'shib kelmoqda. Shuning uchun ham uning vatandoshlari Maxni shunchaki mashhur sportchi emas, balki milliy qahramon sifatida ko'rishadi. Buning eng katta isboti esa bitta. Max tug'ilib o'sgan Honolulu shahri meri 15-dekabr sanasini rasman Max Holloway kuni deb e'lon qilgan. Har bir sportchiga ham bunday sharaf nasib etavermaydi.
Agar sizga mana shunday afsonaviy sportchilar ortidagi haqiqiy hikoyalar qiziq bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni bundan ham qiziqarli hikoyalar kutmoqda. Xulosa qilib shuni aytamizki, Max Hollowayning hayoti bizga bitta haqiqatni yana bir bor eslatadi. Haqiqiy chempionlar faqat kamar yutganlari uchun emas, yiqilganidan keyin yana oyoqqa turgani uchun buyuk bo'ladi. U ota-onasiz ulg'aydi. Yoshligida ko'plab sinovlarni boshdan kechirdi. Faoliyati davomida og'riqli mag'lubiyatlarni ham, tarixiy g'alabalarni ham ko'rdi. Ammo bitta narsa hech qachon o'zgarmadi. Max hech qachon taslim bo'lmadi. Balki shuning uchundir, bugun uni nafaqat UFC afsonasi, balki deyarli hech kim yomon ko'rmaydigan jangchi sifatida ham hurmat qilishadi. Endi esa uning oldida yana bir katta sinov turibdi. Oradan 13 yil o'tdi. Bu safar u oktagonda yana Conor McGregor bilan yuzma-yuz keladi. Savol esa bitta. 13 yil oldingi tarix yana takrorlanadimi yoki bu safar Max Holloway o'sha eski mag'lubiyat uchun revansh olib, o'z hikoyasiga yana bir afsonaviy bob yozadimi? Buni juda tez orada bilib olamiz.